Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, qadrdonlar. Bugun Zember korxonamizda ishlab chiqarilayotgan katyollarni yangiliklarni tanishtirib ko'rsatib o'tamiz. Hozirgi kunda 15 kilovatdan 100 kilovatgacha bo'lgan katyollarimiz наличиеda tayyorlari bor. Yaqinda 150-200 kilovatli katyollarimiz ham chiqadi. Ular 1,5 ming 2000 kvadrat joylar uchun mo'ljallangan. Ya'ni katta korxonalar, teplitsalar, tashkilotlar uchun mo'ljallangan. Bularning ham videolarini chiqqan zahoti qo'yib borishga harakat qilamiz. Hozirgi kunda eng kichkinasi 15 kilovatdan boshlanadi. Bu eng kichkina katyolimiz 15 kilovatlik. Bu yangi chiqqan variantdagi katyolimiz, ya'ni garilkasi orqa tarafdan tushadigan. Buni o'ng tarafda, chap tarafdan garilka tushadigan variantlari ham bor. Bularni ham ko'rsatamiz. Garilka joyi o'zgargan xolos ular bilan. Bunda teplamenilar 3 ta bo'ladi. Tepa qismida 3 ta teplameniga bor, ya'ni kitob deyiladi. Uni tagida turbasi bor. 5 ta bitta qatorga turba terilgan. Turbani qalinligi stenkasi 4 stenka atrofida qalin turbadan foydalanamiz. Tepa qismida 3 ta teplameni, keyin demaxotdan tutun chiqib ketadi. O'rta eshiklari 3 qavat bo'lgan. Uchlilikdan 3 qavat. O'rta eshikda olov yonib turganligi uchun bunda issiqlikni ko'proq ichkarida ushlab qolish uchun 3 qavat qilganmiz. Tepa pastki eshiklar 2 qavat. Pul turadigan joyi ham 20 sm atrofida, ya'ni tezda to'lib qolib zeriktirmaydi. Bu eng kichkina katyolimiz, ya'ni 150 kvadratgacha bo'lgan joy uchun mo'ljallangan 15 kilovatli katyolimiz. Bu yonda 20 kilovatlilarimiz. Buni garilkasi mana chap tarafda bo'lgan. 3 xil hozir holatda bo'ladi garilkasi, chap taraf, o'ng taraf va orqada. Tor katyolxonalar bo'lsa, hozir ko'rsatib o'tganimizdek 15 kilovatli katyolda hozir ko'rib o'tdik, garilka orqada. Buni 15 kilovatligi, 20 kilovatligi, 25, 30, 35 gacha bo'lgan kilovatlarda garilkasini orqasiga o'tkazib bera olamiz. 25 kilovatda yo'q lekin. Hozir mana 20 kilovatligimizda endi to'xtalsak, 20 kilovatligimiz tagida bunda ham 5 ta turba, birinchi qatorda 5 ta turba, bu ham o'sha qalin stenkadagi. Keyin uni tepasidan 4 ta kitob, ya'ni 4 ta teplamenilik bo'ladi. Hajmi ham 150 kvadratli katyolga nisbatan 15 kilovatliga nisbatan kattaroq, bo'ylari balandroq. Hattoki mana shu joylarda ham suv yuradi. Mana bu ikkita qismda ichki tarafida ham suv yuradi. Mana bu joyda ham suv bor, buni bu joyda ham suv bor. Bu 2 qavat qilingan, qopqoqcha bilan yopilgan. Bu joyda ham hattoki suv yuradi, issiqni ko'proq ushlab qolish uchun. Xo'p, buni narxiga kelsak, 20 kilovatligimiz $1250, 15 kilovatligimiz $1050. 30 kilovatligimiz 20 kilovatdan keyin 25 kilovatni ko'rib o'tamiz. Bular mana 25 kilovatliklarimiz. Boshqacha sistemada chiqqan bular. Bular ancha ekonom, ancha effektivni. Buni yaqinda chiqardik. Bu katta kilovatli katyollarimiz bor edi. Uni mini variantida buni ishlab chiqdik. Bunda tag qismida eng pastki qavatida 4 ta bo'ladi turbasi. Eng birinchi issiqni ushlab qoladigan mana shu turbalar bo'ladi. Ham tagidan, ham ikkala yonidan issiqni o'ziga qabul qilib oladi. Undan keyin 3 ta kitob, teplamenik. Bundan o'tib chiqadi-da. Hozir bu gorizontal holatdagi teplamenilardan o'tib chiqib, hozir ochib ko'rsataman. Mana bu joyda mana vertikal ikkita uzun-uzun teplamenik ham bor. Bu joy olinadi, qopqoqchasi mana. Ikkita uzun-uzun, 70-80 sm atrofida ikkita uzun-uzun teplamenik qo'yilgan. Gorizontal teplamenilardan issiq chiqib tepaga vertikalga tushib ketadi. Ya'ni tepaga chiqadi-da, bitta pastga tushib, yana bitta tepaga chiqadi. Bu ancha ekonom, issiqni ushlab qolish, ya'ni KPDsi ancha yuqori bo'ladi. Katta o'sha 70 kilovatlik, 100 kilovatlik katyollarimizni o'tkazib sinovdan o'tkazganmiz. Ko'plab tashkilotlarga berdik, ishlab chiqarishlarga berdik, katta xonadonlarga berdik, o'zini juda ham yaxshi oqladi. Xo'p, demaxotlar buniki orqa tarafdan chiqqan, tozalaydigan joyi ham bor orqa tarafda. Bularda tepa qismidan chiqqan. Keyin podacha obratkalar ham ikkita-ikkitadan qo'yilgan. Xohlansa o'ng tarafdan, xohlansa chap tarafdan ulab ketilaveradi. Bittasini zaglushka bilan yopib qo'yish bemalol imkoniyati bo'ladi. Hop, bunimizning narxi $1350. Hozirgi mana shu joyda ko'rib turgan barcha katyollarning ichki qavati ham, tashqi qavati ham to'rlik listdan bo'ladi. 4 mm listdan bo'ladi. Eshiklari 3 mm listdan bo'ladi. Og'ir garilkalarimiz
10 mm listdan bo'ladi. Olov yonadigan joyi. Motorlarimiz 220. Reduktorlari двойной. Juda ham baquvvat. Hozir mana reduktorlar ko'rib o'tamiz. Mana shu 30 kilovatli katyolimizga qo'yib qo'yganmiz komplekt. Ikkitali reduktor. Bu reduktor motordagi komplektimiz tugasa, reduktor o'ziga birlashtirilgan, ya'ni bu yoqda pastda osilib turadigan motorlarimizdan keladi. U UPSlarga ham qo'ysa bo'ladigan, bu boshqacha bundan ko'ra zamonaviyroq motorlar. Bular tugatganimizdan keyin ulardan keladi. Bu joyda ochib tozalash mumkin garilkamizni. Orqa tarafda ham, bu tarafda ham bor. Mabodo tiqilib qolsa, ochib tozalab, yana yopib qo'ysa bo'ladi. Motorlarga stiker qo'yilgan. Ventilyatorlari 85 vatli. Sariqchini qo'yganmiz. Bu bunkerga havo haydab turadi. Olov bu yoqqa yurib bormasligi uchun. Motorlarimizda reverslari bor. Orqa oldiga aylanadi. Tiqilish holati bo'lib qolsa, orqa oldiga aylanib olib kirib ketishga harakat qiladi maksimalli. 30 kilovatli katyolimiz bunkeri mana bu. 120-130 kilo atrofida ko'mir eltadi. 15 kilovat, 20-25 kilovatli katyollarimiz bunkeri bir xil. Ularni hozir bu joyga qo'yganimiz yo'q. Ular 90 kilo atrofida ko'mir eltadi. Katta kichikligiga qarab o'zgarish bo'lib qolishi mumkin. Miyamiz bu o'zimiz tayyorlaydigan yaxshi sifatli zapchastlardan yig'ilgan miyamiz. Shinayni bosib turilsa, dastlab ko'mirni olib kirib oladi. Yoqib o'chirish, termofarasi, taymeri, ko'mirni yuborish vaqtlari, bu ventilyatorniki. Zavodskiy miyalarni ham zakaz qilyapmiz. Ularni ham xudo xohlasa 1-2 oyda kelib qoladi. Tanlash imkoniyati bo'ladi. Xohlansa o'zimizga tayyorlagan miyadan, xohlansa zavodskiy miyadan berish imkoniyatimiz bo'ladi. Bir nechta variant bo'ladi. 30 kilovatligimizni ichini ko'rsatib o'tsam, 30 kilovatligimiz 6 ta kitobi teplomenigi bo'ladi. Ya'ni mana bu joydan boshlanadi. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta teplomenigida aylanib yurib, keyin issiqlik chiqib ketadi. Buni ham tagida 5 ta bitta qatorga turba terilgan. Eng olovni birinchi qabul qilib oladigan joyi aynan mana shu turbalar. Mana garilkamiz 10 lik listdan bo'lgan. Ichki qismlari olov yonadigan joyi 10 lik listdan, pastki qismlari 4 lik listdan qalin ishlaganmiz. Hamma katyollarimiz o'rta eshigida 3 qavat bo'ladi. Bular zashnigi bor. Bular 30 kilovatlik. Bunimizning narxi $1450. 35 kilovatligimiz ham bor. 35 kilovatligimiz bunga o'xshash, faqat past turbasi 2 qator bo'ladi. Ya'ni 5 ta 5 tadan 10 ta bo'ladi. 2 ta qatorga effekt oshirganmiz shu orqali. Bo'yi ham 30 kilovatga nisbatan balandroq bo'ladi. Buning narxi $1,500. Shu aytib o'tganimdek, ichki tashqi qavatidagi listlari ham to'rlikdan materialdan ayamayapmiz. Iloji boricha sifatli qilib yaxshi tayyorlashga harakat qilyapmiz. 35 kilovatligimiz bular endi yangilik. Yaqinda chiqdi. Buni ham shu aytib o'tganimdek 15, 20, 30-35 4 xil varianti bor. Ya'ni garilkasi orqa tarafda. Katyolxona tor bo'lsa, orqa tarafda mana garilka qo'yish imkoniyati bo'ladi. Tor katyolxonaga ham tushaveradi bemalol. Buni ham motorlari garilkasi xuddi o'sha ko'rsatib o'tganimizdek bir xil. Olov yonish joyi bularda 30 sm garilkamiz olov yonish joyi. 15 kilovatligimizda 25 sm bo'ladi. Shunda garilkada ozgina farq qiladi. Bu ham bunker garilkalari o'sha mana bular variantlari. O'shalar 4 ta chiqqan variant, bu yoqda 150 bilan. Xo'p, narxlarni yana bir qator qaytarib o'taman. 15 kilovatli katyolimiz $1050, 20 kilovatli katyolimiz $1250, 25 kilovatli katyolimiz $1350, 30 kilovatli katyolimiz $1450, 35 kilovatli katyolimiz $1500. 70 kilovatli katyolimizni hozir bu joyga olib chiqmaganmiz. Bularning hammasi ertaga ketish kerak zakazga. Uchun bir qator foydalanib syomka qilib olyapmiz. 70 kilovatli katyolimiz $2300. 100 kilovatli katyolimiz hozir nalichida bor. U $2600. Ularning eshiklari ham hattoki to'rli listdan bo'ladi. Juda ham og'ir, juda ham qalin. Bularni hozir mana upakovka qilib, sotuvga bo'lganligi uchun o'rab qo'yganmiz. Qolganlarini ham chiroyli qilib upakovka qilib beramiz. Garilkalarni hozir ko'rib o'tamiz yana bir qator. Bular ham tayyor. Hozir kunda mana 15, 20, 25 ketaveradi, har xili bor. Bularni ertaga chiqarib olamiz. Xudo xolasa uni ham videolarini qo'yamiz. Qisqa videolar, uzun videolar qilib. Bemalol telefon qilaverasizlar. Manzilni aytib o'tsam, manzil Qo'qon sanoat zonasida, Qo'qon aeroporti shuni orqa tarafida. Lokatsiya so'rasalar, lokatsiya Telegramga tashlab bera olamiz. WhatsApp, Telegram bor, bemalol bog'lansalar ham bo'ladi. Vodiy bo'yicha asosiy qismlardan biri, vodiy bo'yicha dastavkamiz bepul. Vodiydan tashqari dastavkani bir qator kelishamiz.
uzoq yaqinligiga qarab kelishamiz. Endi optim oladigan klientlarimiz bo'lsa, ko'proq olib hamkorlikda ishlayman deyishsa, narxlardan o'tib beriladi. Narxlardan kelishamiz. Buning ham alohida narxlari bor, alohida pricelar qilib beramiz. Sotuvchidan ham 1 yil garantiyamiz bor. 1 yil davomida o'zidan katyol nimadir bo'lib qolsa yonish jarayonida 1 yil servis xizmatini ko'rsatib beramiz. 1 yil garantiyasi bor. Hozir mana bu kraska qilinmagan variantlar, bularni ham bir qator ko'rsataylik. Uchala yonida ham, tomida ham hattoki tortqilari bor mana. Katyolni bel berib yubormasligi uchun, katyol deformatsiya bo'lib shishib ketmasligi uchun bular berilgan mana. Ko'p svarka qilingan. Kraskadan oldin bir qator tekshiriladi. 4-4,5 bosimda hamma chiqqan katyollar tekshiriladi. Keyin tekshiruvdan o'tgandan keyin bu joyga olib o'tilinadi kraskaga. Kraskaga olib o'tilinadi. Kraskadan keyin sotuvga chiqaramiz, klientlarga yetkazib beramiz. 4-4,5 bosimda tekshiriladi. Mana yangi listlardan ishlatamiz, bunaqangi konteyner listidan yoki ishlab chiqqan ikkilamchi listlardan foydalanmaymiz. Mana ko'rib turganlaringdek hadacha biratga mana qalin muftadan foydalanganmiz. Ikkita qo'yilgan. Ikkita qo'yilgan. Juda ham baquvvat, juda ham sifatli qilib ishlashga harakat qilamiz. Yana bir joyga qolib ketibdi. Eshiklari, barcha eshiklarni ichki qavatiga asbest plastinka qo'yganmiz. Asbest plastinkadan foydalanamiz. Ya'ni germetik qilib ichkariga qavatiga germetik qilinadi. Bu ham issiqlikni o'zida ushlab qolish uchun mana bu joydan ko'rinib turibdi. Boltga ikkalarga teshib chiqiladi alohida, mana. Teshilmagan hali. Asbest plastinka yopishtirilgan. Bu joyga asbest arqon qo'yilgan. Issiqlik chiqib ketmasligi uchun, tutun chiqmasligi uchun bular qo'yilgan. Yana videoda aytilmagan qanaqadir ma'lumotlar bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar, ma'lumot beramiz. Vodiydan tashqari bo'lsa, aytib o'tganimizdek, dastavkalarda bir qator gaplashamiz. Agar ko'proq olinsa, dastavkalardan ham o'tib berishimiz mumkin. Hozirgi kunda o'sha 15 kilovatdan 100 kilovatgacha bo'lgan katyollarimiz ichida tayyorlari bor. Mana bu joyda ham tayyor bo'lyapti. Bu joyda orqa tarafda skladimizda ham tayyorlari bor. Bu taraflarda ham bor. Hozir garelkani ko'rib o'taylik. Bular shu ertagalik chiqib ketish kerak bo'lgan katyollarimizga hozir ko'rib o'tgan katyollarimiz garelkasi alohida bu yoqqa tayyorlab qo'yganmiz. Bular bu qator 20, 25 kilovat, 30 kilovatgacha bo'lgan katyollarimiz garelkasi. Bir xil tushadi. 220 двойной reduktorli katta motordan. Mana bu ozgina kaltaroq, ya'ni olov yonish joyi qismida farq qiladi xolos. Bular 15 kilovatli katyollarimizniki. Mana bular 15 kilovatli katyollarimizniki, mana yonidagilar 20 kilovatli katyollarimizniki. Bu qismi. Katta 70 kilovatlilar ham garelkalar bor mana. Bular 70 kilovatli katyolimiz garelkalari. Olov yonish joyi mana ko'rib o'tsangiz, ham eniga, ham uzunligi katta. Bu olovni kuchli berib, katta hajmdagi kvadratdagi joylarni isitib berish uchun mo'ljallangan. Yangi motorimiz mana sinovdan o'tkazdik, bu ham yaxshi. Narigi motorlarimizdan keyin mana bu motorlardan yetkazib berishni boshlaymiz. Shtikr bilan ulanadi bo'ldi. Bu ham ikkitalik двойной reduktor. Bu qismida ham reduktor bor. Mana bu qismida ham reduktor bor. Bu ham 50 lik katta reduktordan qo'yyapmiz, quvvati baland bo'ladi. Shinaklarimiz frutdan yasaganmiz, juda ham baquvvat. Orqa taraf ish jarayoni ketyapti, bir ko'rib o'tsak. Lazerda kesamiz. Lazer apparatimizda kesiladi. Listaga o'tamiz, bukamiz. Listagitdan keyin svarkaga beramiz. Svarkadan svarka bo'lib, tayyor bo'lib chiqib ketadi. Ishlash jarayoni.